Assalomu alaykum. Hormel o'rtoqlar, omonmisizlar? Bugun sizlar bilan hozirgi kunda trendga aylanib o'tgan Radar Maxera gul haqida qisqacha gaplashamiz. O'rtoqlar, Radar Maxera guli asl vatani Xitoy, lekin bizning iqlimda ham maza qilib o'sadigan gul hisoblanadi. Bizning iqlim juda ham issiqchilar, suvga ham ko'nikuvchan, sovuqchilar suvga ham ko'nikadi, lekin minusda sovuqadi. Agar issiq havoga, hovliga, narislarni tagiga qo'ysanglar maza qilib o'sadi-yu, lekin ozgina suv talab qiladi. Kuniga 2-3 mahalgacha suv berasizlar. Agar komnatning temperaturada tursa, bir mahal to'yintirib bersanglar yetadi. Eng zo'r tomoni, eng afzal tomoni, men o'zim yoqadigan tomoni, buning uchun asosan iminnoy shu uchun tayinlangan grunt shart emas. Yerdan loyga olib bo'lsa ham ekib qo'ysanglar bo'ladi. O'zimizda chiqayotgan tayyor turpolarga, Begomuz, boshqa firmadagi turpolarga xullas ekib maza qilib o'stirsanglar bo'ladi. Aytmoqchimanki, buni o'ziga torf, ol, chips qo'yish, seramis qo'yish, unaqa narsa qo'ysanglar maza qilib o'sadi. Aytmoqchimanki, oddiy Begomuzda ham maza qilib o'sadi o'rtoqlar. Juda ham beor. Yana bitta afzallik tomoni, bunga hech qanaqa light pack sepilmaydi. O'zini bayi tabiiy yaltiroq bo'ladi. Kislorodni zo'r beradi. Sansiverachalik bermaydi-yu, lekin kislorod beradi. Namgarchilikni yaxshi ko'radi. Ustidan suv sepib tursangiz yaxshi ko'radi. Har kuni suv. Xullas shunaqa gaplar. Agar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Sizlarga shuni narxini aytib ketaman. Mana mana shu turishi 400 ming so'm o'rtoqlar. 2 talik shtamp. 300 ming, 200 ming so'mdan boshlanadi. Agar xarid qilmoqchi bo'lsanglar, narxini yana bilmoqchi bo'lsanglar boshqalarini, mana shu Telegram havolasiga o'tib, bemalol narxlarini ko'rsanglar bo'ladi. Zakaz berish uchun mana raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, like, komment esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yana inshaalloh yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz. Omon bo'lishga majbursizlar.